ko'rdinglarmi o'rganni? Ozgina qolganni ayanishiga kun topadi. Birinchi navbatda mana bunaqa turli haydovchilik gapi. Kesib o'tish uchun belgilanmagan joydan o'tmoqchi bo'lib turgan piyodani o'tkazib yuborish uchun sekinlashib, to'xtab, avarinka yoqib, o'ta qoling deb hurmat ko'rsatib qo'yishligi kerak emas. Kerak emas. Boshqalarni ham o'ylaylar, kutmaydi-ku unaqa narsani bu. Kutmaydi, bu piyoda o'tirgan joy bo'lsa ham tayyor olib kelardi bular. Noto'g'ri o'tayotgan piyodalarga yo'l bermanglar sizlar. Nabodo yo'limizga chiqib ketgan bo'lsa, kapotisiga o'tkazib, olib ketib qolmaslik uchun to'xtashga majbur bo'lamiz. Keyin, hurmatli ayrim piyodalar, qoidalarning 17-bandiga rioya qilinglar. Kesib o'tish uchun belgilangan joylar bo'lar ekan, o'sha joydan o'tinglar. Unaqa joy bo'lmagan taqdirda ham mana bunaqa yerdan ko'tarilgan ajratuvchi mintaqasi bor yo'llar bo'lgan bo'lsa, kesib o'tishingiz mumkin emas. Keyin yosh bolalar bilan yurgan piyodalar, sizlar hozir o'rgatib olsanglar qoida bo'lish uchun katta bo'lganda katta qoidabuzar bo'lib katta bo'ladi-ku. Unaqa narsalarni o'rgatmaydi bolalarga. Ozgina qolganda mana bu bechora qiyin bo'ladi, mana haydovchiga yaxshi to'g'ratib oldi vaqtida. Qoidalarga rioya qilinglar. Videolarni tarqatib tashlaylar. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosib qo'yishdan chiqmasin.